La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Al-İmran suresi tefsiri 92. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi El-İmran suresinin 92. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Yaxşı görgen nəsənglardan sərf qılmağıca, yani mallarınlarının yaxşısını sədəq qılmağıca hərgiz yaxşılıqqa, yani cənnətə erişəlməysizlər. Allah'ın yolunda nimini sərf qılmaqlar, Allah onu bilib turğucudur. Yaxşı görgen mal mülkni sədəq qilish yaxşılıqның qatarıdan ikənlik doğrusudur. İmam Ahmed Enes ibn Malik radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qiladi. Ebu Talha Medine'deki ensarilarının içinde mal dünyası en köp kişiydi. O mal mülklerinin içinden Beyriha degen beğini bek yaxşı göretti. O bağ Peygamber aleyhisselamның mescidinin uduludu idi. Peygamber aleyhisselam bağının içine girip onun tatlı sularından içetti. Yaxşı görgen nərsənglərdən sərf qılmağıca, yani mallarınlarının yaxşısını sədəq qılmağıca hərgiz yaxşılıqqa, yani cənnətə erişəlməysizlər degan ayet düşkəndə Ebu Talha, ey Allah'ın peyğəmbəri, şəksiz Allah Teala yaxşı görgen nərsənglərdən sərf qılmağıca, yani mallarınlarının yaxşısını sədəq qılmağıca hərgiz yaxşılıqqa, yani cənnətə erişəlməysizlər dedi. Həqiqətən mən mal mülklərimdən içində Beyriha degen beğimni bek yaxşı görümən. O Allah yolda sədaqə bolsun. Mən onun savabını Allah Teala'dan ümid qılıman. Ey Allah'ın peyğəmbəri, sen onu Allah Teala sana körsetken boyunca bir taraf qılğın dedi. Peyğəmbər aleyhisselam, pah, bu paydalıq mal boldu. Bu paydalıq mal boldu. Yani Allah Teala'nın dergahida savabı köp mal boldu. Ben senin sözünü anladım. Ben senin onu uruq tuqqanlarınğa sədaq qilishingni to'g'ri ko'raman dedi. Ebu Talha, ey Allah'ın peyğəmbəri, men sen degende qilaman dedi. Ondan Ebu Talha beğini uruq tuqqanlarga ve tağısının ballarına bölüp verdi. İmam Müslim ve Nesai rivayet kılgan hadiste mundaq deb geldi. Ömer radiyallahu anhu, ey Allah'ın peyğəmbəri, men Xeyberdeki alğan nesivemden yaxşıraq bir malğa erişəlmedim. Sen o nesivemni qandaq bir taraf qilishimga buyursan dedi. Peyğəmbər aleyhisselam, əslisini tutup gelip onun paydasını Allah Teala'nın yolunda sədaq qılğın dedi. Tevrat nazil kılınıştan ilgiri İsrail, yani Yaqub aleyhisselam özüge haram kılgan yemeklikler, yani tögünün göşü ve sütüdün başka yemekliklerinin hemmisi İsrail avladı halal idi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı etkin ki, eğer rastçıl bolsanlar, Tevrat'ını elip gelip okup bekanlar. Şunundan keyin, yani roşan deliller meydana kelgenden keyin, kimi ki Allah namıdın yalğanını toqiydiken, ular zalimlardır. Etkin ki Allah rast etti. İslam dininden ibaret İbrahim'nin doğru diniga əgişənlər. O, yani İbrahim müşriklerden emas idi. Yahudilerin Muhammed aleyhisselam'dan sorğan sualları doğrusudur. İmam Ahmed İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. Bir türküm Yahudiler Peygamber aleyhisselam'dan yanına gelip, biz Peygamberden başkası bilmeydiğen bir neç xil xisletlerini senden soraymayız dedi. Peygamber aleyhisselam, sizler menden xalığan nərsənglarını soranglar. Lekin men sizler biladigan bir nərsini sözlep bersem, yani men sizlerinin sualınlarga doğru cevap bersem,
sizlar menga ergishib islomga kirishga Alloh taolaning ahdini va Yaqub alayhissalom o'zining bolalaridan olgan va'dini menga beringlar dedi. Yahudiylar shunda qilayli dedi. Payg'ambar alayhissalom undaq bo'lsa xalqininglarni so'ranglar dedi. Yahudiylar sen bizga 4 xislatdan xabar bergin dedi. Ya'ni sen bizga Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga qaysi yemeklikni harom qilganligini, er kishi bilan ayol kishining spermisining qandoq bo'ladiganligini, spermidan o'g'il bilan qizning qandoq yaratiladiganligini va bu savotsiz payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomni demakchi, qandoq o'ylaydiganligi va farishtalardan qaysisining uning yaqini ekanligi to'g'riliq xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom agar ularga bu ishlarni so'zlab bersa, ularning o'ziga ergishadiganligiga va'da elib bo'lgandan keyin Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan zot, ya'ni Alloh taolaning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom qandoq kasal bo'lib qilib, kesili uzungacha saqaymaganda, agar Alloh uning kesiliga shifolik bersa, buningga shukr etish yuzidan o'zi eng yaxshi ko'radigan ichimligi to'gining sutini va eng yaxshi ko'radigan tamoqi to'gining go'shtini yeyishni o'ziga harom qilib nazr qilganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar ey Allohning payg'ambari shundoq bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Tavratni Musoga tushirgan, ibodatga yolg'iz o'zila loyiq bo'lgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar er kishining spermisining oq rangda quyuq bo'ladiganligini, ayol kishining spermisining suyuq seriq rangda bo'ladiganligini, u ikki spermdan qaysi biri besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bolaning spermisi eshib ketkichiga o'xshaydiganligini, agar er kishining spermisi ayol kishining spermisini besib ketganda, u spermining Alloh taolaning izni bilan o'g'il bo'ladiganligini, agar ayol kishining spermisi er kishining spermisini besib ketsa, u spermining Alloh taolaning izni bilan qiz bo'ladiganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Savotsiz bu payg'ambarning ikki ko'zi uxlasa, uning dilining uxlamaydiganligini bilamsizlar dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh guvoh bo'lgan dedi. Yahudiylar Payg'ambar alayhissalomga farishtalardan kimning sana eng yaqin ekanligini bizga deb bergan, ondan biz sana ergishimiz yoki ergishmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom mening yaqinim Jibrилdir. U Alloh taolo avatgan har bir payg'ambarning yaqinidir dedi. Yahudiylar endi biz sana ergashmaymiz. Agar sening yaqining uningdan boshqasi bo'lgan bo'lsa, albatta biz sana ergishatdik dedi. Shu chaqda Alloh taolo mundaq dedi. Aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, mu'minlarga bishorat berguvchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Yaqub alayhissalom uni o'ziga Tavrat tushishdan burun harom qildi. Bu oyatning buning oldidagi oyatlar bilan bundaq ikki turlik munosabati bordir.
Uning biri İsrail Yaqub alayhissalom o'zi eng yaxshi ko'radigan narsalarni o'ziga harom qilib, u narsalarni Alloh yo'lida tark etdi. Qolgan narsalarni harom qilish ularning shariatida durust edi. Bu Allah Taalaning yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaq qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar degan oyatidan keyindir. Yaqub alayhissalomning kesiliga shifolik bersa, uningga shukr etish yuzidan o'zi yaxshi ko'radigan to'gining suti va go'shini o'ziga harom qilganligi bizning shariatimizdami bo'lgan yo'lga qo'yilgan. Bizning shariatimizdami yo'l qo'yilgan. Bu bizning shariatimizdagi banda Allah Taalaning yo'lida o'zi eng yaxshi ko'radigan va uningga erishishga tashna bo'ladigan narsani sadaq qilishdan iborat hukmga munosibdir. Allah Taala bandalarni o'zlari yaxshi ko'rgan narsalardan sadaq qilishga buyurib mundaq dedi: Allah'ını söyüş yüzüden hiç akrabalarga, yetimlerge, miskinlerge, ibn-i sebillerge, yani pul melidin alaqsı üzülüp kalgan musafirlarga, saillarga ve kullarının azatlıkka erişişige pul mal yardım beriş yaxşı amelge kirdi. Özü muhtaç turuqluq miskinge, yetimge ve esirge taam berdi. O münasebetinin ikincisi. Allah Taala yuqoridagi oyatlarda xristianlarga va ularning İsa alayhissalom to'g'risidagi xato e'tiqodlarga raddiya berib va ularning yolg'onchiliklarini oshkorlab, İsa alayhissalom va uning onasi to'g'risidagi haqiqatni bayon qilib, İsa'ni o'zining qudrati va o'zining irodasi bilan qandoq yaratganligini va Bani Isroillarni Allah Taalaga ibadet qilishga chaqirish uchun uni ularga payg'ambar qilib avatganligini so'zlab o'tgan edi. Bu yerda Yahudilarga Allah ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin, raddiya berishga va ularning inkor qilgan hukmning barhaq amaldan qoldirilganligini bayon qilishga boshladi. Allah Taala ularning kitobi Tavratda mundaq degan: Nuh alayhissalom kemidan tushgan vaqtida Allah Taala ularga zimindagi o'milaydigan jonliqning hammasini yeyishga ruxsat berdi. Ondan İsrail, ya'ni Yaqub o'ziga to'gining go'shi bilan uning sutini harom qildi. Uning bolalari bu ikki narsani harom deb bilishda Yaqub alayhissalomga ergashdi. Tavrat bu narsalarni va uningdan boshqa narsalarni harom qilib keldi. Allah Taala Adem alayhissalomga qizlarini o'zining o'g'illariga ilib berishga ruxsat qilgan edi. Bu ruxsat bir zaman o'tgandan keyin harom qilindi. Bir ayolni yana bir ayolidan ortiq ko'rish İbrahim alayhissalomning shariatida durust edi. İbrahim alayhissalom Saradan Hajarni ortiq ko'rgan edi. Bu ish Tavratda Yahudilarga harom qilindi. Shuningdek, ağaç singilni bir kishining bir vaqtda elishi durust edi. Buni Yaqub alayhissalom qilgan edi. Ondan bu ish Yahudilarga Tavratda harom qilindi. Buning hammasi ularning qo'lidagi kitobi Tavratda bayon qilingandir. Bu xil ishlar bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatida bo'lgan o'zgarishdir. Shuningdek, Allah Taala Tavratda harom qilgan ba'zi narsalarni İsa alayhissalomga halol qilib yo'lga qo'yib bergan narsada İsa'ga ergashmaslikda ularning nima haddi bor? Balki ular İsa'ni yolg'onchiga chiqardi va uningga qarshilik qildi. Shuningdek, Allah Taala Muhammad alayhissalomni uning bilan birga avatgan to'g'ri din, to'g'ri yo'l va bovisi İbrahim alayhissalomning diniga ularning ishonmasligiga nima haddi bor? Tavrat nozil qilinishdan ilgari İsrail,
ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Tavrat tushishdan burun Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan taomdan boshqa hamma taomlar Bani Isroilga halol edi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni ilib kelib o'qib beqinglar. Ya'ni sheksiz Tavrat biz degan haqiqatni so'zliguchidir. Shuningdan keyin, ya'ni ro'shan dalillar maydonga kelgandan keyin, kimiki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Ya'ni biz yuqorida bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatining oralig'ida o'zgarishning bo'ladiganligini bayon qilib bo'lgandan keyin, kim Alloh taologa yolg'onni chaplasa va Alloh taolo Yahudilarga shanba kunliki dam elishni va davomliq Tavratni ching tutishni yo'lga qo'yib berdi. Ularni hujjat va pokitlar bilan Alloh tarafiga chaqiradigan boshqa bir payg'ambarni avatmidi deb da'vo qilsa, bu da'voni qilguvchilar zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost etdi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo Qur'onda xabar bergan va yo'lga qo'yib bergan narsada rostchildir degan. İslam dinidan iborat İbrahimning to'g'ri diniga ergishinglar. U, ya'ni İbrahim mushriklardan emas edi. Ya'ni sizlar Alloh taolo Muhammad alayhissalomning tili orqali Qur'onda yo'l qo'yib bergan islomdan iborat İbrahim alayhissalomning diniga ergishinglar. Chunki u shak yo'q bir haqiqat. Hech qanday payg'ambar u yo'ldan mukammalroq va uchuqroq to'g'ri bir yo'lni akelmagandir degan. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning diniga ergishish to'g'risida mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu mushriklarga aytqinki, Rabbim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dinlardan to'g'ri dinga buralgan İbrahimning diniga boshladi. İbrahim mushriklardan emas edi. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-Imron tafsirining 95-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.